Конечно, hamma tashlab yotibdi. Hamma siz tashladi. siz bizda intervyuda yomonlasangiz bo'laveradi, lekin biz A sizni gapirgandan keyin yomonladim вообще-то men. Men sizlarni даже kimliginglarni bilmasdim. Tashlagandan keyin ko'rdim. Yaxshi, menga qarang. Opammisiz, akammisiz, lekin Hamma uvajuqa kim bo'lsin? izman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar uvajuqa. Menga qizig'i yo'q. Sizni jinsiz, men odamligingizni hurmat qilaman. Tamom. Paxtani qara. Ertaga yomonlab chiqmang yana. Yo'q, hozir boshlaymiz o'zi. Ertaga yetib bormaydi. Meta battle bo'ya, meta dollar ishlayapmiz, muqorin. 4800 odam. Shopda meta. Qachon kelasiz O'zbekistonga, opa? Hali taklif qilishgani yo'q. Mana menda. Meni только tepadan taklif qilishsa boraman-ku. Biz bastamizmi? Endi Astigani shumi? endi siz hali anaqa qila olmasangiz kerak, tam Обеспеченияni biz qilamiz. Конечно. Meni kim chaqirishini bilasizmi O'zbekistonga? Kim chaqiradi sizni? Hamma biladi-ku kim chaqirishini. Munisa Rizayeva bilan solishib ketgansiz bilaman. Artistlar chaqirmaydi meni. Kim chaqiradi? Halim opami. Ya'ni Halim opa chaqirmaydi. Причем тут artistlar? Причем тут artistlar? Endi ko'p artistlar siz tufayli auditoriyasini kattalashtiryapti. Mana kimlardir bizni sostavimizdan deb chiqyapsiz, biz o'zimiz futbol komandamizdan deb chiqyapsiz. Rostdan komandangiz bormi sizni? Конечно. Hamma Sardor Rahimxondan to anaqasigacha участвовать qiladi meni futbolning komandamda. Ish qilib biz kirmaymiz futbol komandangiz. Bilmadim, xohlasangiz tekshiruvga tushiraman. Sardor Rahimxon. To'xtanglar, bitta mana 9000 odam o'tiribdi bir TikTokda. Do'stlar, mana sigara chekmay turasiz, asal qiz 1 minut. Mana Jasmine Trans Og'ajonlar, mana живот. Va siz o'lib ketdi deyishdi. Jumada rosa domlalar duo qildi, o'lsin desa o'lmadingiz. Men kimligimni bilmaydi-da, просто. Osonlikcha o'ladigan odam emasman-da. Siz operatsiya qilsam 4 yil qoldi, siz duo qilyapsiz. 4 yil o'lib ketarmikan, 4 yil ham tugamayapti-yu. Tugamaydi, конечно. Meni o'lishimga ruxsat berishmayapti tepadan. Qarang siz. Endi beraman, bir savol beraman. Kelasizki, mana baloncha deb mana ko'rishasiz, nimadirlar qilasiz. Aktyor, aktrisalar, ular ham qaniydir siz bilan futbolni komandami yo o'zi iliqligingiz bormi? Men xotinlar bilan ko'rishaman-ku, erkaklar bilan emas-ku. Jasmin, menga qarang, Amirxon. Xotinlar meni futbolning komandamga qo'shilishi qo'tog'i bo'lish kerak-ku. Amirxon ham sizni komandangizdanmi, Amirxon? Yo'q, Amirxonni qo'sha olmadim. Turkiyaga olib ketaman desam, yo'q deb turib oldi, qo'shib yuboray desam. Qarab turing. Endi mana haromilikni qarab turing. Jasmin, opajonim, 1 minut siz vaqt 1 minut tomosha qiling. Bo'g'ilmay turing hozir biz o'z mana uni sikamiz. Birinchi shart. Jasmin opam tomosha qilyapti. O'tganda 10 yil olgandan beri yemay transferga suyishib qoldim. Hammasi men harakat qilyapman mashina. Jasmin opam. Kalayber 40 yil azadlikning yo'lida deydimi? Qara. Birinchi shart. Tikka turgan joyingda turishdan turish siyvorasan. Men sen bilan ishing bo'lmasin, men bilan ishing bo'lmasin. Mana bitta men yasayman shu yerda. Birinchi shart, tikka turib siyvorasan, ishtoniga turishdan turib. Ikkinchi shart, patologingda o'pirib tushasan. Uchinchi shart, mashinaga Dadadisin, meni yotib Sardorga aytsa, "Dada, meni qutqaring" deb kelasan. 5 marta. 5 marta dada meni qutqaring deb kelasan. Davay, qaysi birini qilasan o'g'lim? Jasmin opam, sen bo'laver ekan, chiroyli ayol olib ketib ketmaysiz, ne? Hayotda ko'ring. Shu uchun Xalqlar do'stligi saroyida o'ndan turib hech kim kela olmadi-da. Qo'rqib. Dada deja dada olmoqchi. Давайте, o'muqadan hozir Jasmin opa, siz nechinchisiz? Men 84. Ayam bilan teng ekan, 84. Siz Alla Pugacheva bo'lasizmi? Maksim Galkin bo'laman. Shunaqa qilamiz shekilli, endi ash qoluvdi. Uy-joyimiz bormi? Ish qilib ko'chada qolmaymizmi? Ikkovimiz ham ikkovimiz Men gadoy.
ye gadoy bo'lsa, mana to'xtang, dada desin. Dada Dada. Abi bitta eshiting. Asal opam meni joni sog' bo'lsin. Bu opa bilan o'laman deganiga ham 7 yil bo'ldi. Bu yaqinda ani sev yo'q bitta onangni ishga. Qo'tomda svet aytgan. Yo'q onangni ishga lashkin seni. Svet yo'q. Jasmin, siz ro'ydat o'lib qolaman. Sardor dadadi. Sardor dadadi. Sardor dadadi. Ha o'g'lim. Mana yurmay kelayotam dada. Svet yo'q o'g'lim. Dada siz O'g'lim, Jasmin opang so'rayapti seni, o'g'lim. Shunaqa qilib kulishib o'tirasizlar ekanda. Evet, TikTok'ga kirsangiz bo'lmaydimi? TikTok'ga kirsangiz bo'lmaydimi? Xatim yo'q. Instagram zo'rg'a eplayapman. Men qarang, bir TikTokka kiring, bitta show qilaylik, Jasmin opa. TikTok bizda Rossiyada ishlamaydi-yu. Nimaga ishlamaydi? Ishlaydi, VPN ishlaydi. VPN ham ishlamaydi, VPNda ham. Sim karta o'zbekskiy bo'lsa ishlaydi. Jimgina turaylik. Bitta sim Men boshqa narsani uchun ulug'dim. Po поводу $2000 haqida so'ramoqchi edim. Laborapa, lekin menga u $2000 haqida gapirmadi. $10,000 berishdi dedi. Bunday bo'lgan. 2 marta video qo'yganman. Bir martasida $1200, bir martasida $800 bo'lgan, keyin bir pachka Shavkat aka berdi. Ha, boshda $10,000. $10,000 da eshitdim, u xotin aytib berdi. Bugungi videolarni ko'rdingizmi? Yana bor ekan 5 ta xotin. Yo'q. Bu qo'ran biznes qilyapti u. U qarorchi, qarang, opa endi bizda U hech narsa emas. Bitta xotinda, qishloqda yashayotgan xotinda kartalarini olib ketib, kodlarini olib ketib, o'ziga onlayn ochib olib, 60 million to'plangandan, "Opa, invalid ukam bor, men pul to'pla olmadim" deb 1 so'm pul bermagan hali xotinga. Keyin borib bankdan распечатать qilsa, hamma pulni o'tkazdirib olibdi. Keyin u xotin kartasini восстановить qilib, o'ziga mayda-chuyda ehsondan tushgan pullarni ham yechib olaveribdi. 500 ming, 600 ming. Uni ham qo'ydim. Yangi video chiqdi-yu, hozir nedavno qo'ydim. va buni qarang, biza 35 Mana hozir Jaschan u videoni qo'yibdi, o'sha xotinda. O'zingizni kartangizni qo'yyapman, mana ko'rdingiz-a, o'zingizni kartangizni qo'yyapman. Kartani kodigacha olib ketgan Toshkentga. minutda chekasan ekan jalab bilan. U xotin yig'lab chiqqan keyin nima qanaqadir kladovkada yasharkan bitta xotin uy qurib beraman deb unga ham video siymat qilib ketib 1,200,000 pul beribdi xolos. Bir hafta aylantirib videosini. qarang, biza gapingizni bo'lsak ham umringizni bo'lmaylik. Biza qarorchi juda ko'pchiligiga uy-joy, mana shunaqa yordamlar juda ko'pchiligiga qilganmiz. To'g'risini aytsak, u insonlarni biz ko'pini tanimaymiz, ko'rishmaganmiz ham. Telefon orqali ham yordam berib o'rganmiz. Mana shu Baxtilda o'zida, efirda o'zida. Lekin birontasidan biz 100 so'm pul olmaganmiz. Boyagi Nimaga shu ehsonchilar o'zlarining nomerini qo'yib berib, o'zlarining telefonini qo'yib bermaydi? biz shunaqa qilganmiz, o'zinikiga yig'ib berganmiz. Biz u odamlarni ko'pini ko'rmaganmiz. Feruza. Hozir qarang, meni so'kib chiqishyapti. Sardor bergan anoning mashinniga ekan, berganing uyi ekan, berganing. Anova Aziz estetikmi? Bugun ertalab borib keldi-yu uyiga. $3000 beribdi. Da borib keldi, videosini qo'yib berdi. 700. Men o'ynay, men sen opa bilan gaplash, men Baxtilda o'ynay. Amin. Qanaqa? Feruza vazi chetda. Qarang, O'zbekistonga keling, opa, bir mehmon qilaylik. Siz meni O'zbekistonga borib kelishim oson deb o'ylaysiz shekilli. Kim bor? Bitta B6 kerak. Nimaga? Bitta samolyot, bitta Feruza vazi urdimi? Meni O'zbekistonga slujba безопасности chaqiradi. Chaqirganda bora olaman xolos, chaqirmasa bora olmayman. Anavi Shuhrat Musayev sizni ushlayman deydi. Haqiqatda oldiga yaqinlashalmab, oldingizga yaqinlashalmab. Nimaga usha olmaydi? Men o'zim chaqirdim-ku, kela olmadi. Amirxonni ham chaqirdim, adresgacha berdim, pastga tushib tur dedi, tushdim. Keyin 5 minutdan keyin yozdi, onam kasal, bolnitsiyaga ketyapman deb. Qarang,
Biz odamiylikdan Voy, men O'zbekistonga borsam, любой odam bilan uchrashaveraman, bemalolchilik. Любой odam bilan nechtasiga yozdim. Mana men bu yerdaman, C5daman, Pajarnikni to'g'risidagi uyda. Pastga tushib tursiz, ana Dior degan salon bor. Ashuni oldida turib turaman desam ham kelmadi-yu. Hech qaysisi. sizdan qo'rqishibdi-da. Nega qo'rqadi? Andijondan siza Da. zemlya Andijon viloyati Ulug'nor tumani Ulug'bek ko'chasi 4-uyda istiqomat qilganman. 23 yil oldin. siz ayollikni tanlab to'g'ri ish qilgansiz. Nimaga men tanlayman? Nimaga shunaqa deb o'ylaysizlar? Men tanlayman. Menda genderniy disforiya, kasallik. Qanaqasiga tanlashim mumkin? U pediklar, Lil Xuramovlar tanlaydi, ko'tini berishdi. Men tanlamadim. Men birorta yo bo'lmasam biror joyda eshitdingizmi? Yo bo'lmasam biror joyda sikishayotgan videoyim chiqib ketdimi? Lillarga o'xshab, Sardor Rahimxonga o'xshab. Lil Xurram Men qo'ydim-ku bir hafta oldin videosini. Ko'tini likillatib, oyna aytadi, ko'tini likillatayotgan videosini. Telegramingizda hozir qaysi shahardasizlar? Sardornikidamiz hozir. Qaysi shaharda? Qashqadaryoda. Telegramda olingda gruppaga Qashqadaryo tema deb yozing. Mo'sh tanishlaringiz ko'rib qolarsiz. Qarang, siz telefon nomeringizni bera olasizmi? Nima qilasiz men telefon nomerimni? Yo'q, kerakda. Siz bilan bir gaplashib, netib turamiz. Nima yomonlikqa emas-ku. Sardor Rahimxon ham shunaqami deydi. Uy, ammamdan u, ammami xolasi. Sardor Rahimxonning xolasimi? Samandarchi. Sardor Rahimxon qandoshi ekan bag'di. Lil Xurramni ko'tiga yegizganini qo'yibdi. Ko'tini Mana u yegizganini emas, noto'g'ri informatsiya chiqarmang. Men только по факту oyna aytaydi, ko'tini likillatib qo'lini tiqayotganini bor edi menda videosi. Tualetda drachit qilayotgan videosi bor. Bitta Turkiyadagi bolaga jo'natayotgan videolari bor. voy bala. Qarang, Jasmin opa. Bir O'zbekistonga keling bir. Bilasizmi, nechta show biznesdan videolari bor. Prosta tepadan ruxsat berishmayapti. Ruxsat berganini chiqaryapman, ruxsat bermaganini chiqarmayapman. Sizni menga qarang, O'zbekiston ruxsat bersa kelasizmi? Baqa. Yo'q, nimaga O'zbekiston ruxsat bersa, to'lka chaqirishsa boraman. Men borib kelishga bilasizmi, nech pul ketadi? Bitta samolyotga o'tirdi, ketdi emas, juda ham ko'p pul ketadi. To'lka borishimga, наверное, где-то 1,5 mingcha ketsa kerak. Tog'da video olgan ekansiz, men ko'rdim.